Assalamu alaikum hürmetli dostlar. Bugün bizler bilen ödediğen dersimiz mavzusu kvadrat tomur. Kvadrat tomur belgisi bilen tanışaylık. Bu bizden kvadrat tomur belgisi. Bizde bunu kvadrat tomur. Bizde bunu kvadrat radikal deb aytadi. Eğer kvadrat tomur aslında A verilse bu yerdeki A kvadrat tomur astidagi ifade. Qisqartib yozdim. Bu ma'no bu yerdeki A kvadrat tomur asli ifade. Bu kvadrat tomur amalini hisoblash uchun biz sonlarning kvadratlarini yaxshi bilishimiz kerak. Endi xil bo'yicha A sonining kvadrat tomuri deb kvadrati A'ga teng ijobiy B sonini aytamiz. Ya'ni A sonining kvadrat tomuri bu yerdan qanday bir B son chiqadi ekan. B soni kvadratlaganda aksincha A soni kelib chiqadi ekan. Buni bir misol qarashtiraylik. Tomur asti 25. Tomur 25 dan 5 chiqadi. Chunki bu formulaga aniqlan asoslansak 5 ning kvadrati 25. Kelesi aytaylik 64 teng 8. Chunki 8 ning kvadrati 64. Endi kvadrat tomurlarni hisoblashda mundaq narsalarga e'tibor berish kerak. Kvadrat tomur teng. Endi tomur astida va buning ma'nosi. Buning ma'nosi ijobiy son bo'ldi yoki 0 bo'ldi. Tomur astidagi son ya bizde 0 bo'lishi mumkin ya bizde ijobiy son bo'lishi mumkin. 0 bo'lgan holatda 0 chiqadi. Qolgan holatlarda tomur astidagi sonmi ijobiy, tomirdan chiqqan sonmi ijobiy son bo'ldi. Aytaylik, bizde tomur asti 25 dan bizde qancha chiqadi? 5. Buni dalildoq, chunki 5 ning kvadrati 25. Yani tomur astida minus 25 bo'lsa, bundan hech kim chiqmaydi. Chunki hech qanday sonning kvadrati minus 25 emas yoki salbiy son emas. Yani misolga aytaylik, minus tomur 100 danmi hech qanday son chiqmaydi. Bu yerdan bu ifodaning ma'nosi yo'q. Endi bizning tushuntirib olamiz. Kvadrat tomur A son berilsin deylik. Bu ifodani agar kvadratlasak, bergan ifodamiz kvadrat tomurdan qutulib o'zi chiqadi. Aytaylik, tomur astida 7. Buni kvadratlaylik, teng qancha chiqadi? 7. Yani muşuna o'xshash bir misol qarashtiraylik. Tomur astida 3 ning kvadrati teng 3. Misollarimizni mundaq misollar bilan davom ettiraylik. Minus tomur 3 ning kvadrati kvadratlaganda salbiy sonimiz ijobiy son bo'lib ketadi. Bu tomurdan qutuldi. Endi bizda tomur bilan qanday bir sonni ko'paytirsa berilsin deylik. U chog'da oldiki son kvadratlandi. 4. Bu tomurdan o'zi chiqadi 3 teng 12.
5 tomurası da 7. Kvadratlap göreylik. 5'in kvadratı 25. Tomurası 7'nin kvadratlığını 7 çıkıdı. Cevabı 175. Kelesi mundaq misal qarıştıraylik. Tenglik toğru mu deydi. Birinci misal tomurası 0,149'u 0,7 çıktı. Muşun durus yoki xata ekanligini tekshirib ko'raylik. Yeshish. Her ikki tarafni kvadratib ko'raylik. Teng 0,7 kvadrati. Kvadratligini bu tomurni qutulib bizda qancha chiqdi? 0,149. 0,7 kvadrati 0,149. Demek birinci tenglik to'g'ri. Endi ikkinchi tenglik uchunchi shunday qilamiz. Tomurasida 2,4'ning kvadratini 1,2'ning kvadratiga tenglashtiraylik. Bu yerda bizda 2,4 o'zi chiqdi. Teng. Aralashganda kvadratligida buni oldi bilan noto'g'ri kesirlantiramiz. Qancha bo'ldi bizda? 2, 1 2 ko'paysak 2, 1 qo'shsa 3. 2 3ning kvadrati teng. 2,4'ni yezib olay. Teng. 3'ning kvadrati 9, 2'ning kvadrati 4. Demek bunun cevabı 4'ün 9 çıkı durusma. 4'ün 9'dan aralasan öğrenirsak 2,4'ten 1 kelip çıkıyor. Demek belirlenen tenglikler özara teng hem to'g'ri. Kelesi bizim misalımız tomurası 7, tomurası 37 qaysi natural sonlar arasida. Onun için biz sonun kvadratini yaxshi bilishimiz kerak. Qaysi sonning kvadrati 7'ning her iki tarafiga yaqin joylashgan. 1'ning kvadrati 1, 2'ning kvadrati 4, 3'ning kvadrati 9. Demek 9 bo'lganda 7'ni ishib ketdi. Shunda 9 bo'ldi. Demek yeshish birinchisiga tomurasi 7 her ikki tarafiga tengsiz bo'lib qo'yaylik. Tomurdan chiqadigan sonimiz 4. Bu yoqdagi tomurdan chiqadigan sonimiz qancha? 9. Shunda kvadratlarni abayatladik. 1'ning kvadrati 1, 2'ning kvadrati 4, 3'ning kvadrati 9. Demek tomurası 7 mush qo'sh tengsizlikka orasidagi o'ttirdagi son bo'ladi. Demek 4'ten bizde 2 chiqadi. Tomurasida 7'ni o'sib ko'chirib qo'yaylik. 9'ni 3 chiqadi. Demek tomurası 7, 2 ve 3 sonlarining orasida. Shuni o'xshab tomurasida 37 kichik tomurasi 37 sonning qishidagi qandaq sonlarning kvadratlari bor. Bizde 6'ning kvadrati 36 hem 7'ning kvadrati 49. 25'ning algı bo'ldi, biroq yaqinrog'i, eng yaqini bu yerda 36 bilan 49. 36 bizda 6 chiqdi. Tomurasida 37'ni o'sib bitishi qoldiraylik. Bizda 7 chiqdi. Demek tomurası 37, 6 ve 7 sonlarining arasida. Mana 36 6 49 7 chiqdi. 6 ve 7 sonlarining arasida. Tengleme işlemler deydi. Yeshish. Tomurası x tane 7. Biz x'ni tomur belgisini aslında qutuldirishimiz kerak. Onun için nima qilamiz? Her iki tarafini kvadratlaymiz. X çıkıyor teng 49. Şuna şu bir misal qarashtirib etaylik. Etaylik tomurası 3x elingan 1 teng 5 deb qo'yaylik. Yeshish. Her iki tarafini kvadratlaymiz. Bir de 3x elingan 1 çıktı. Teng 25. 3x teng 25 qo'shilgan 1. 3x teng 26'ga x tip uchun 26'ni 3'ga bölümümüz teng 8,3'ten 2.
Келесі мындақ таңылма x квадрат қосылған 36 тәң 100. Şu tağımı iş gerek. İşeş. X kvadrat tip için 100'den 36'nı evitimiz. X kvadrat tağım 64'ge. Endi qandaq sаны kvadrat 64. Onun için biz bayғы kvadrat tomur ne paydalanımız. Endi bede 2 türk sаны kvadratı 64 boluşu mümkün. Şunun için plus minus belgisini koyup alımız. Tomurası 64. Endi x tağım plus minus tomurası 64'den 8 çıkıdı. Demek bizde x birinci tomuri minus 8, x ikinci tomuri 8 dep yazımız. Şunun okşaş yeni bir misal karıştırıp etaylık. X kvadrat koşulgan 40 teng 24. X kvadrat tip için 24'ten 40'ını evitimiz. X kvadrat teng minus 16. O şey kelgeni biz oylumuz. Qandaq san kvadratı minus 16. Qandaq sanı kvadratı salbi san. Her qandaq sanı kvadratlığında 0 yoki ijobiy san chiqish kerak. Salbi san qandaqdir bir sanı kvadratı bo'lmaydi. Shu sababdan bu yerdagi bizning yechimimiz yo'q. X taliq bo'sh a'zo yoki javob yo'q, tomir yo'q. Kelasi bunda taqma 2x e'lon 3ning kvadrati teng 81. Bu yerda 2x e'lon 3ni o'z pechazma. Bayaq tağımda x kvadratdan 64 bo'lganda x'ning 1 deriz deb qo'ymoqda 64 sonni kvadrat tomir ostida oldik. Bu yer shunda qila 1 deriz tip uchun o'ng taraf sonni kvadrat tomir belgisi ostida olamiz. 81. Endi bizning o'zgarishimiz bo'lganda bu yerda ikki turk ma'no bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldik plus minus deyish deb yozishni unutib qolmashimiz kerak. Bu yerda 2x e'lon 3 teng plus minus 9. Moş yerde iki türlü caday karıştırmamız. 2x e'lon 3 teng minus 9 deymiz. İkinci halette 2x e'lon 3 teng 9. Ve de 2x teng minus 9 plus 3. 2x teng minus 6'ya x teng minus 3'ge. Ve de 2x teng 9 plus 3. 2x teng 12'ye x teng 6'ga. Cevabı minus 3 ve 6 cevabını özünler tekşirip görsenler buldu. Kelesi bundaq tağılma x kvadrat e'lon 21 teng 2. X kvadrat teng 2 qo'shilgan 21. X kvadrat teng 23. X tepishimiz plus minus to'g'risida 23. Bizning oldingi misollarımızda har qanday hisoblarimiz kvadrat tomir osti belgisidan chiqadi. Durustmi? 64dan 8 chiqdi, etayliq 81dan 9 chiqdi. Endi bu yerda qanday san kvadrat 23. Bu minus tomirasi 23 hem tomir ostida 23. Endi tomir osti 23ni kvadratlasak bizda qancha chiqadi? 23 çıkıdı. Minus belgisi olsun 23 çıkıdı. Şunun için bizim her ikili cevabımız doğru. Endi bundaq tağımı qarashtiraylik. Tomrası 2x plus 7 tağ minus 4 deydi. Biz bayı dersin 5'de etip ketdik durusma. Bizde tağının o'ng tarafida ya ijobiy san bo'lishi kerak yoki 0 bo'lishi kerak. Tomir ostidagi sandimi ya bizda ijobiy san bo'ldi ya 0 bo'ldi. Bu yerda hech qanday salbiy sanga o'rin yo'q. Tağının o'ng tarafida salbiy san turdi. Demek bir dalil deb yozamiz. Yechimi yo'q. Oxirgi bizning qarashtiradigan misolimiz x'ning qanday ifodaning mohiyati bo'ldi. Agar bu bizda funksiyalar berilsa yoki aniqlik sohasini tepamlab kelish mumkin. Biz bay 5'de o'tib ketdik. Mana bu yerga ko'rsam tomir ostidagi son ya ijobiy son bo'ldi ya 0 bo'ldi. Bu yerda o'zgarish bo'lganlikdan biz shart qo'yamiz x 0dan cho'ng bu ijobiy deymiz. Teng 0 deymiz bu 0 yoki x taalluq 0 ni o'z ichiga olgan 0 dan plus cheksga bo'lgan aralıqda yoki yip o'xshovda. Kelasi 3x
Bir şunaq şart qo'yamiz 3x cho'ng 2 teng 0 dan. Bu yerda x tepish uchun har ikkala tarafni 3 ga bo'layotimiz. Bu yerda x 3 bo'lsa x cho'ng 2 teng 0 3 ga bo'lsak 0. Demak, bu yerda x tavluq 0 dan plus cheksizlikcha. Kelasi 2x minus 5 deydi. Bu yerda 2x minus 5 qanaqa shart qo'ydik? Cho'ng 2 teng 0 dan berdim shundaqla. Bu abi tushuntirib o'tib ketdim. Ya ijobiy son bo'lsin, ya 0 bo'lsin mana. Shu yerda to'mirning mohiyati bo'ladi, to'mirdan son chiqadi. Endi mush tengizga ishidan bo'lsak, 2x cho'ng 2 teng 0 plus 5 dan 2x cho'ng 2 teng 5 dan x cho'ng 2 teng 5 ni bölüytimiz 2 ga x cho'ng 2 teng 2,5 dan 6 sınıfta sizib ko'rgan bularni belgilaymiz. 2,5 cho'ng 2 teng bo'lsa o'ng tarafga qarab shtrixlaymiz. Shu yerda bizning javobimiz nima bo'ldi? 2,5 dan plus cheksiz qarab bo'ldi. Kelasi bizning misol oxirgisi 10 ilg'an 4x cho'ng 2 teng 0 deymiz. Ve de minus 4x cho'ng 2 teng 0 plus minus 10 bo'ldi. Minus 4x cho'ng 2 teng minus 10 dan her ish keltirib minus 1 ko'paytirib o'tsak 4x kichik 2 teng 10 dan bo'ldi. X tepish uchun bu yerda biz 10 ni bölümüz 4 ga 2 teng qancha bo'ldi? 2,5 bo'ldi. Endi zayli 2,5 ni belgilaymiz. X kichik 2 teng 2,5 dan kichik sonlari 2,5 ning qaysi tarafida? Sol tarafida. Demek bu yerdagi javobimiz x tavluq minus cheksizlikdan 2,5 kichi oldi. Shuning bilan bugungi bizning darsimiz yakunlashdi. Diqqatingizga ko'pdan ko'p rahmat.